Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, tumanimiz mehmonlari va fuqarolar. Shuni ma'lum qilamizki, yurtimiz bo'ylab joriy yilning 15-mart kunidan 15-aprel kuniga qadar favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi o'tkazildi. Ushbu oylikni yuqori saviyada tashkil etish borasida Urganch tumanimiz bo'ylab bir qancha amaliy tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, texnogen va tabiiy xususiyatli favqulodda vaziyatlarni oldini olish maqsadida 145 ta ijtimoiy, 72 ta iqtisodiy sohaga qarashli obyektlarda maxsus tadbirlar o'tkazildi. Ovqatdan zaharlanish va botulizm kabi kasalliklarni oldini olish bo'yicha 76 marotaba bozor va savdo majmualarida o'rganish ishlari amalga oshirilib, 15 kilogrammga yaqin yaroqsiz oziq-ovqat mahsulotlari muomaladan chiqarildi. O'ta xavfli yuqumli kasalliklarni oldini olish maqsadida sanitariya va veterinariya xizmatlari hamkorligida 123 ta seminar va suhbatlar tashkil etildi. Ta'lim muassasalarida 101 marotaba fuqaro muhofazasi kuni tadbirlari o'tkazilib, o'quvchi va talabalarga zarur bilim va ko'nikmalar berildi. Yoshlar o'rtasida sohaga bo'lgan qiziqishni oshirish maqsadida 10 marotaba ochiq eshiklar kuni tadbirlari o'tkazildi. 10 marotaba maxsus taktik o'quv mashg'ulotlari amalga oshirildi. Muhim inshootlar, namunali muhandislik muhofaza inshooti mavzusida o'quv seminari o'tkazildi. 50 ta idora va tashkilotlarda fuqaro muhofazasi tuzilmalari tahlil qilinib, ularga tegishli yo'riqnomalar berildi. Zilziladan oldin, zilzila paytida va zilzila sodir bo'lgandan keyingi holatlar to'g'risida harakat qilish bo'yicha 104 marotaba uchrashuv, suhbat va seminarlar tashkil etildi. Ommaviy axborot vositalari orqali keng targ'ibot ishlari ham olib borildi. Respublika va mahalliy televideniya orqali 12 marotaba chiqish qilindi. 130 ta radio eshittirishlar efirga uzatildi. 4 ta maqola va tezislar gazeta va jurnallarda chop etildi. Ijtimoiy tarmoqlarda 148 marotaba ma'lumotlar joylashtirildi. Qolaversa, odamlar ko'p to'planadigan joylarga 139 ta banner va plakatlar, 102 ta videorolik va e'lonlar elektron tablolarga joylashtirildi. Oylik doirasida jami 203 ta seminar, uchrashuv va davra suhbatlari o'tkazilib, 75.046 nafar fuqarolar, tuman aholisining 34,84% qamrab olindi. Hurmatli yurtdoshlar, favqulodda vaziyatlardan muhofaza oyligi davomida fuqarolarning faol ishtiroki uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barchangizni xavfsizlik qoidalariga amal qilishlaringizni hamda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlardan ogohlikka chaqiramiz.